Assalamualaikum, hurmatli tovuq suyuvchilar. Biz sizlarga Novxatdagi bolalarni dag'i bilib qo'yingizlar. Novxatdagi Janoqat degan rayonda tovuq bozori bo'ldi. Mana buna tovuqlar bor bo'ldi. Bugun 20-oktyabr 2021-yil. Qanchadan qildingiz mashlarni? 450 dan qildim, 4 tovuqni. Cho'nglardi-mi? Ha, 1 2 3 4 on. Bu 500 deyapti. 500 so'm. Ket 450 dan berma, yutgan chiqib qoldi. Ket o'zi. Bering. Mana o'zingizning oildosh. To'rt so'mdan bermaydi nimaga? Tovuqlar arzonmi, qimmatmi? Yozingizlarchi kommentariyga. Qanchadan ekan bular? Qanchadan da otasi? Qancha bergin kelyapti? Aytingchi. Bular ko'p mingga sotildi. Endi bozor ochilib qoldi, endi ochiq. 500 so'm bo'libdi-da? Yo'q, 1000 dan. Ha, 1000 dan 2000. Yaxshi sotdingiz. Yaxshilar sotibman-bu. Yaxshi. Barini olib qo'yavering. Jalal Quvonch. Qancha kilogram chiqib keladi? Jongi yilgacha arzonlar berib o'tamiz sizga. Yo, bilyapman. 5-6 kilogram chiqadi. O'tganda 5-6 kilogram. 5-6 kilogram. Bu qancha ekan bular? G'ayrat. Takan. Oldingizlar o'z? Yo'q, Biz yo'qgan. Tovuqlar oz negadir. Qanchada otasizlar bu xo'rozlarni? 600 dan bu. 600 so'mdan ekan. Bu xo'roz qancha oldi xo'roz? 650. 650 so'm bo'ldi-mi? Oldingizmi? Yo'q, sotamiz. Sotasizmi? 650 so'm sotar ekan. Ördekler qancha oldi ekan, ha? Ördekler qancha so'mdan? Bu qo'lalar 500 dan kam bu. 500 so'mdan. Kattasi. Nalarmi? Kelalar ekan, ochib 2 kilodan ochadi. Ular 60 so'mdan ekan. Yaxshi. Kami bor. Yaxshi. Yaxshi. Mana do'stlar, ko'rdingizlar, bildingizlar. Bizning videolarni oyog'inizga ko'rib turingizlar.